Assalomualaikum. Yaxshimisiz? Kökçeler bana gel. O'zingizni tanishtirib bering. Adım Ümit, familiyam Atakanov, transport nazorati inspeksiyasidan. Urganch temir yo'l xodimi avtomobil Bilxon bilan. To'xtatish sabab? To'xtatish sababi yo'l o'tkazish bo'yicha reyd dedik aka. Yo'l varaqalaringiz bormi? Litsenziyalaringiz bor. Taqdim qilsangiz shuni ko'rib beraman. Litsenziya endi bazada chiqadi, ya'ni onlayn. Urganch temir transport. Tamam. 630'dan. 15 martda tamam bo'ladi ekan bu litsenziya. Hozir bor ekan. Endi siz shu yerdan hozir litsenziya mabodo vaqti o'tgan bo'lsa, Ha. chidaysiz. Vaqti o'tgan. Chora ko'rasizmi? Ha, elektronniy ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz. Keyin bir oy muddat ichida litsenziyangiz oladigan bo'lsa, bu ishtirok jarimasi yo'q mana. Endi siz boqing, masalan, taksi marshrutka hamyam bo'lishingiz kerak siz. Ha. O'zi aslında, to'g'rimi? Mesela shularga xalaqit bergan mashinalar bormi yo'qmi deb so'rashi sizni vakolati haqqingiz ham bor edi. Siz so'ramadingiz. So'rang axir mendan. Qarang, bu bo'yicha firma rahbaringiz chiqadi u bizlarga. Shu meni yo'nalishimda damoqlar yurtdi yoki taksilar yurtdi, shunday. Kaputi mashinalar bor, dokument yurtgan mashinalar tekshirish maqsadi sizni xizmat vazifangiz shundan vakolat. To'g'rimi? Shuni so'rang sizlar. Lekin qonunda ko'rsatilgan bu. Ma'muriy javobgarlik to'g'risida 176-modda 1-qismida ko'rsatilgan litsenziyasiz yo'l o'tkazish bo'lmaydi aka. To'g'ri, lekin sizlar men e'tiborli, men qarab yuribman-da, men sizni videongizdan aytib qo'yman, tashakkur qilman. Jamoat nazoratlar bormi? Video ochib deydi. Kana bayanda. O videodan tashakkur qilman. Hem aytchaqim. Marşrutlarni to'xtatib tursa-da ko'pincha. Masalan, bakın pidor kelishimiz bor. Endi qarang, orqa mashinalar pabuti yurganlar ishlab turibdi-da, bizlarga xalaqit berib turibdi. ko'psi endi to'g'ri, siz to'g'ri fikrlab tursiz. Masalan, shunday birka qo'yib, noqonuniy yurganlar ham bor ekan. Birka qo'yadi, masalan, odam oladi, masalan, bizda turgan bo'lsa shuni olib qo'yadi, yo qo'yib o'tib ketadi. Shtobi birka qo'yganda bizda litsenziya bor deb o'ylasizlardan maqsadda qo'yib yurganlar ham ko'p ekan bu. Shuni to'xtatib ko'rishingiz kerak. Ava to'xtatib ko'ramiz, yine litsenziyangiz bo'lsa, siz olib yo'l tilab beramiz. Vazirlar Mahkamasining 668-sonlik qarori asosida siz to'xtashga vakolat berildi, to'g'rimi? Yaxshi xizmatga omad. Sog' bo'ling. Yaxshi. Navoda chiqadi, bu YouTube'da Kulxon Murat desangiz chiqadi.